Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, bovingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. 2026 yilda pensionerlar bo'yicha to'lovlar, qayta hisob-kitob, ustamalar, imtiyozlar va ijtimoiy yordam masalasida eng katta xato shundan iborat bo'ladi. Odam o'zini qaysi guruhga mansub ekanini bilmaydi va natijada olishi mumkin bo'lgan pulini. Imtiyozini yoki arizasini vaqtida rasmiylashtirmay qoladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. 65 yoshdan keyin pensionerlar shartli ravishda data asosiy guruhga ajraladi. Har bir guruhning huquqi, ehtiyot bo'lishi kerak bo'lgan joyi va qilishi kerak bo'lgan amali bor. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men sizga hujjatlar ro'yxati va qayerga murojaat qilish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham pul va vaqtni tejab berishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani bir xil tushunardi. Odam yoshga yetdi, hujjat topshirdi, pensiya tayinlandi, keyin har oy kartaga yoki naqd shaklda pul keladi. Ko'pchilik pensiyam bir marta tayinlangan, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylardi. Lekin amalda bunday emas. Pensiya miqdori, ustama, qayta hisoblash, ishlayotgan yoki ishlamayotgan holat, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik, parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash kabi holatlar pensiya tizimida juda katta ahamiyatga ega. 2026 yilga kelib eng muhim o'zgarish shuki, ko'plab ma'lumotlar raqamli bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni siz ishlayapsizmi yoki yo'qmi? Rasmiy daromadingiz bormi? Stajingiz to'liqmi? Oldin hisobga olinmagan ish yillaringiz bormi? Nogironlik guruhi bor yo'qligi, boshqa ijtimoiy to'lov olayotganingiz kabi holatlar tobora ko'proq elektron tizimlarda ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni bilan shuni anglatadi. Agar hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ortiqcha yugur kamayadi. Yomon tomoni esa, agar ma'lumotlaringizda xato bo'lsa, siz kamroq pul olayotgan bo'lishingiz mumkin yoki kerakli ustama avtomatik chiqmay qolishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner uchun eng katta xavf faqat narxlarning o'sishi emas, balki o'z huquqini bilmaslikdir. Bir odam oyiga, masalan, 30 ming so'm kam olayotgan bo'lsa, bu bir yilda 960 ming so'm degani. Agar 20 ming so'm ustama rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu bir yilda 20 million 800 ming so'm. 3 yil davomida hech kim tekshirmasa 5 million so'mdan ortiq mablag' gap bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun men siz bilan 4 ta guruhni birma-bir ko'rib chiqaman. Birinchi guruhga eng ko'p uchraydigan pensionerlar kiradi. Bu odamlar yoshga do'yirib pensiyaga chiqqan, hozir rasmiy ishlamaydi. Asosiy daromadi pensiya. Masalan, 30 yoshli Rahima opa 3 yil maktabda ishlagan. Hozir uyda pensiyasini har oy bank kartasiga oladi. Yoki 72 yoshli Karim aka zavodda ishlagan, hozir farzandlari bilan yashaydi, boshqa rasmiy daromadi yo'q. Bu guruhdagi odamlar nimani bilishi kerak? Birinchidan, pensiya miqdori indeksatsiya va oshirishlar bo'lsa, odatda shu pensiyaga ta'sir qiladi. Ikkinchidan, agar oldin hisobga kirmagan staj bo'lsa, uni tekshirtirish mumkin. Uchinchidan, agar pensiya minimal darajaga yaqin bo'lsa, qo'shimcha ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki mahalla orqali yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Oddiy misol olaylik. Karim akaning pensiyasi shartli ravishda 1 million 200 ming so'm. U 1990 yillarda bir korxonada 4 yil ishlagan. Lekin o'sha davr mehnat daftarchasida yozuv boru pensiya tayinlanganda arxiv ma'lumotnomasi topilmagan. Agar hozir u arxivdan ma'lumot olib, pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Albatta, har bir holatda natija bir xil bo'lmaydi. Lekin 4 yil staj ayrim hollarda pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Ba'zida 1000 ming so'm, ba'zida 7 ming so'm, ba'zida undan ham ko'proq farq bo'lishi mumkin. Bu raqamlar vaziyatga bog'liq, lekin tekshirtirmaslik eng katta xato. Bu guruhdagi odamlar ko'pincha men ishlamayman, demak menga hech narsa tegishli emas deb o'ylaydi. Yo'q. Aynan ishlamaydigan pensionerda ba'zi ijtimoiy mezonlar bo'yicha qo'shimcha yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashasa, kommunal xarajatlar og'ir bo'lsa, dori-darmon uchun doimiy xarajat qilsa, nogironligi bo'lmasa ham sog'lig'i sababli parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla tibbiyot muassasasi va ijtimoiy himoya organlari orqali holatini rasmiy ko'rsatish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz muntazam kelayotgan bo'lsa,
barcha ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar pensiya hisobida inobatga olingan bo'lsa, siz rasmiy ishlamasangiz va daromadlaringiz bo'yicha muammo bo'lmasa, sizda keskin xavf kamroq. Lekin baribir yiliga qanday bir marta pensiya hujjatlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Ikkinchi guruhga 65 yoshdan oshgan, pensiya olayotgan, lekin rasmiy ishlayotgan odamlar kiradi. Bu juda muhim guruh. Chunki ishlayotgan pensioner o'zini oddiy pensioner deb o'ylashi mumkin. Lekin tizimda u boshqacha ko'rinadi. U pensiya ham oladi. Ish haqi ham oladi. Ish beruvchi orqali ma'lumotlari elektron bazaga tushadi. Masalan, 66 yoshli Dilshod aka qorovul bo'lib ishlaydi. Pensiyasi 20 million 500 ming so'm, oyligi 2 million so'm. Yoki 70 yoshli Gulnora opa poliklinikada hamshira bo'lib, yarim stavkada ishlaydi. Pensiyasi bor, oyligi ham bor. Bunday odamlar uchun eng muhim savol: ishlagan davri keyinchalik pensiyaga qo'shiladimi? Qayta hisoblash mumkinmi? Ish haqi va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri aks etyaptimi? Bu guruhdagi eng katta xatolardan biri norasmiy ishlashdir. Odam baribir pensiyadaman, menga rasmiy ish kerak emas deb o'ylaydi. Lekin agar ish rasmiy bo'lmasa, staj qo'shilmasligi mumkin. Soliq va ijtimoiy badal bazasida ko'rinmasligi mumkin. Keyinchalik qayta hisoblashda bu davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Albatta, har bir mamlakat va har bir davrda tartiblar farq qiladi. Lekin umumiy qoida shuki, rasmiy hujjat bor joyda huquqni himoya qilish oson. Misol, Gulnora opa 2023 yildan 2026 yilgacha yarim stavkada ishladi. Agar ish beruvchi uni rasmiy yuritgan bo'lsa, elektron mehnat tizimida ish davri ko'rinadi. Keyinchalik u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisoblash imkoniyatini so'rashi mumkin. Lekin agar u 3 yil davomida kelishuv asosida ishlagan bo'lsa, qo'lga naqd pul olgan bo'lsa, hech qanday buyruq, shartnoma, ish haqi varaqasi bo'lmasa, bu davrni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Ishlayotgan pensionerlar yana bir narsani tekshirish kerak. Ish beruvchi sizni haqiqiy ish haqi bilan rasmiylashtirganmi yoki minimal ko'rsatganmi? Masalan, siz qo'lda 3 million so'm olayotgan bo'lsangiz, lekin hujjatda 1 million so'm ko'rsatilsa, kelajakdagi hisob kitoblarda sizga zarar bo'lishi mumkin. Bu faqat bugungi oylik masalasi emas. Bu ertangi pensiya va ijtimoiy kafolat masalasi. Kim xavotir olishi kerak? Rasmiy ishlayotgan. Lekin shartnomasini ko'rmagan pensioner xavotir olishi kerak. Ish haqi kartaga tushmayotgan, faqat naqd berilayotgan pensioner xavotir olishi kerak. Elektron mehnat daftarchasida ish joyi ko'rinmayotgan pensioner albatta tekshirtirishi kerak. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Ish shartnomasi bor, buyruq bor, oylik rasmiy tushadi, soliq va badallar yuritiladi. Elektron bazada ish davri ko'rinadi. Lekin bunday holatda ham yil yakunida ma'lumotlarni tekshirish kerak. 3-guruh minimal pensiya olayotgan, kam ta'minlangan yoki qo'shimcha yordamga muhtoj pensionerlar 3-guruh eng ehtiyotkorlik talab qiladigan guruh. Bu yerga pensiyasi juda kam bo'lgan, staji yetarli bo'lmagan, yolg'iz yashaydigan, farzandlari yordam bermaydigan, dori darmonga ko'p pul sarflaydigan, kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalayotgan pensionerlar kiradi. Masalan, 69 yoshli Saodat opa 12 yil rasmiy ishlagan. Qolgan yillari uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan. Pensiyasi shartli ravishda 900 ming so'm. U ijarada yashamaydi, lekin uy eski. Gaz, elektr, dori darmon xarajatlari ko'p. Har oy 300 ming so'm dori, 200 ming so'm kommunal. Bidi 70 ming so'm oziq-ovqatdan tashqari mayda xarajatlar chiqadi. Natijada pensiya hayot kechirishga yetmaydi. Bunday holatda odam faqat pensiya miqdorini emas, balki ijtimoiy yordam tizimini ham tekshirishi kerak. Chunki ayrim yordamlar pensiyaning o'zidan alohida bo'lishi mumkin. Mahalla orqali moddiy yordam, ijtimoiy daftarlar, nogironlik belgisi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza. Parvarishga muhtojlik holati bo'lsa, tegishli organlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu guruhdagi asosiy nozik jihat shuki, odamning og'ir ahvoli og'zaki aytilsa yetarli bo'lmaydi. Menga qiyin degan gapni tizim hujjat bilan ko'rishi kerak. Daromad ma'lumotlari, yashash sharoiti, tibbiy xulosa, yolg'iz yashashi, qaramog'ida kim borligi, farzandlarining holati, kommunal qarzdorlik, dori xarajatlari, bularning hammasi muhim bo'lishi mumkin. Misol uchun Saodat opa mahallaga borib pensiyam yetmayapti desa, unga umumiy javob berilishi mumkin. Lekin u pasport nusxasi, pensiya ma'lumotnomasi, oilaviy holati, shifokor yozgan dori ro'yxati, kommunal to'lov kvitansiyalari, yolg'iz yashash haqida ma'lumot bilan murojaat qilsa,
masalani ko'rib chiqish ancha jiddiylashadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam hujjatsiz bo'lganda keyinroq keling deyishadi. Hujjat bilan bo'lganda esa ariza ro'yxatga olinadi. Bu guruhdagi pensionerlar uchun yana bir katta xato farzandim bor, demak menga yordam berilmaydi deb o'ylash. Farzandlar mavjudligi ayrim yordam turlarida hisobga olinishi mumkin. Lekin farzandning borligi har doim ham real yordam bor degani emas. Farzand boshqa shaharda bo'lishi, o'zi ishsiz bo'lishi, nogiron bo'lishi, aliment yoki qarz yukida yurishi mumkin. Bunday holatlar ham hujjat bilan ko'rsatilsa, vaziyat boshqacha baholanishi mumkin. 4-guruh eng murakkab guruh. Bu yerga oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari maxsus holati bor pensionerlar kiradi. Nogironlik guruhi bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladiganlar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, alohida xizmatlar uchun ustama oladiganlar, urush yoki mehnat faxriylari maqomiga ega bo'lganlar, parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar, tibbiy xulosa asosida qo'shimcha yordamga muhtojlar. Masalan, 67 yoshli Hasan aka yoshga doir pensiya oladi, lekin 2 guruh nogironligi ham bor. U faqat bitta pensiya olayotgan bo'lishi mumkin, lekin nogironlik bilan bog'liq imtiyozlar, dori-darmon, sanatoriy, protez ortopediya vositalari yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar masalasini alohida tekshirdirish kerak. Yoki 75 yoshli Muhabbat opa turmush o'rtog'ini yo'qotgan, o'zi ham pensiyada. Ayrim hollarda boquvchini yo'qotganlik bilan bog'liq huquqlar o'z pensiyasi bilan solishtirish, qaysi biri foydaliroq ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Bu guruhdagi eng katta muammo. Odam bir imtiyozdan foydalanayotgan uchun boshqa huquqlarni so'ramaydi. Masalan, men nogironlik bo'yicha nafaqa olaman, boshqa hech narsa berilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim yordamlar bir-birini inkor qilishi mumkin. Ayrimlari esa birga qo'llanishi mumkin. Qaysi biri mumkin, qaysi biri mumkin emas. Buni og'zaki gap bilan emas, rasmiy maslahat va ariza orqali aniqlash kerak. Yana bir misol, 16 yoshli Tohir aka 25 yil konchilikda. Zararli sharoitda ishlagan, pensiyaga chiqqan, lekin imtiyozli staj to'liq hisobga olinganmi? Zararli mehnat sharoiti bo'yicha hujjatlar to'liq kiritilganmi bilmaydi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish kerak bo'ladi. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilotdan hujjat so'rash kerak bo'ladi. Bu ish qiyin, lekin natijasi muhim bo'lishi mumkin. Maxsus holatdagi pensionerlar har doim hujjatlarni alohida papkada saqlash kerak. Nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, mukofotlar, faxriy unvonlar, xizmat guvohnomalari, turmush o'rtog'ining vafot etganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, qaramog'ida bo'lganlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Chunki bitta yetishmayotgan qog'oz sababli odam yillar davomida ustama ola olmasligi mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, pensiya tayinlanganda hamma narsa avtomatik to'g'ri hisoblangan deb o'ylash. Amalda eski ish joylari, arxivlar, korxona nomi o'zgarishi, mehnat daftarchasidagi xatolar, familiya almashishi, tug'ilgan sana yoki ismda bitta harf farqi bo'lishi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan. Pasportda Abdullayeva bo'lsa, ayrim arxiv hujjatlarida moslik masalasi chiqishi mumkin. Yoki ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin eski ish hujjatlarida qizlik familiyasi qolgan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, og'zaki maslahatga ishonib qolish. Kimdir sizga bo'lmaydi dedi. Lekin u kim? Qaysi qonun yoki qaysi tartib asosida aytdi? Men har doim aytaman, agar masala pulga taalluqli bo'lsa, ariza yozing va yozma javob so'rang. Og'zaki rad javobi bilan uyga qaytib ketmang. Ariza ro'yxatga olinsa, unga javob berilishi kerak. Javobda sabab yoziladi. Sabab yozilgandan keyin siz uni tushunasiz. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qilasiz. 3-tuzoq, pensiya kartasi va bank masalasi. Ba'zi pensionerlar kartani farzandiga berib qo'yadi. PIN kodni aytadi. Keyin pul qayerga ketayotganini nazorat qilmaydi. Bu juda xavfli. Pensiya pensionerning shaxsiy puli. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham. Karta va SMS xabarnoma nazorati sizda yoki ishonchli shaxsda bo'lishi kerak. Har oy tushgan summa, yechilgan summa qo'lda tekshirilishi kerak. 4-tuzoq, vaqtida xabar bermaslik. Agar pensioner ishga kirsa, yashash joyi o'zgarsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, boquvchisini yo'qotganlik holatida o'zgarish bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha bu ma'lumotni
tegishli organga yetkazish talab qilinishi mumkin. Aks holda ortiqcha to'lov hisoblanib, keyinchalik qaytarish talabi chiqishi mumkin. Bu juda yoqimsiz holat. Odam pulni ishlatib bo'lgan bo'ladi. Keyin ortiqcha to'langan deb ushlab qolishadi. 5-nozik jihat. Bir nechta huquq ichidan eng foydalisini tanlash. Ayrim hollarda odam bir vaqtning o'zida ikki xil asosga ega bo'lishi mumkin, lekin amalda bittasini tanlash kerak bo'ladi. Masalan, o'z yoshga doir pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov varianti. Qaysi biri ko'proq, qaysi birida ustama bor, qaysi biri uzoq muddatda foydaliroq? Buni hisoblatmasdan qaror qilmang. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, o'zingizni qaysi guruhga kirishingizni aniqlang. Agar pensiya olasiz va ishlamaysiz, birinchi guruh. Agar pensiya bilan birga rasmiy ishlasangiz, ikkinchi guruh. Agar pensiyangiz kam, yashash qiyin, qo'shimcha yordamga ehtiyoj bor, uchinchi guruh. Agar nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, zararli mehnat, maxsus unvon yoki alohida imtiyoz bo'lsa, to'rtinchi guruh. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, elektron mehnat ma'lumotlari, ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotlari, bank karta rekvizitlari bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak. Agar nogironlik bo'lsa, TMK yoki tegishli tibbiy xulosa kerak. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, vafot etganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, qaramog'ida bo'lganlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, MyBankov, uz kabi rasmiy portallar orqali ham tekshirish mumkin. Murojaatda shunday mazmunda yozing: menga tayinlangan pensiya miqdori, hisobga olingan ish stajim, ish haqi davrlarim va qo'shimcha ustamalarga bo'lgan huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman. Agar qayta hisoblash uchun asos bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. To'rtinchi qadam, arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlating. Ariza raqami, sana, qabul qilgan xodim yoki elektron tasdiq bo'lsin. Bu juda muhim, chunki keyin siz murojaat qilmagansiz degan gap bo'lmasligi kerak. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat yetishmasligini yozma yoki aniq ro'yxat qilib oling. 5-qadam, mahallaga ham murojaat qiling, lekin faqat og'zaki emas. Agar siz kam ta'minlangan, yolg'iz yashaydigan yoki yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimga ariza bilan boring. Arizada daromadingiz, yashash sharoitingiz, dori-darmon xarajatlaringiz, kommunal to'lovlaringiz va yordam so'rayotgan sababingizni yozing. Shifokor ma'lumotnomasi, dorilar ro'yxati, to'lov kvitantsiyalari nusxasini qo'shing. 6-qadam, ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish joyingizdan hujjat so'rang. Mehnat shartnomasi nusxasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ish haqi ma'lumotnomasi, elektron mehnat tizimida ish joyingiz ko'rinayotganini tekshiring. Agar ish beruvchi kerak emas desa, bu siz uchun ogohlantiruvchi belgi. Siz pensiyadasiz, lekin huquqingiz tugamagan. Rasmiy ishlash sizning himoyangiz. 7-qadam, har oy pensiya tushumini tekshiring. Kartaga qancha tushdi, oldingi oy bilan farq bormi, oshish bo'lsa qo'landimi? Ushlab qolish bo'lsa nima sababdan bo'ldi? Bularni nazorat qiling. Agar tushunarsiz kamayish bo'lsa, bankdan ko'chirma oling va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 8-qadam, rad javobi olsangiz, to'xtab qolmang. Avval javob sababini o'qing. Hujjat yetishmadimi? Staj tasdiqlanmadimi? Qonun bo'yicha to'g'ri kelmadimi? Agar siz javobga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga, davlat xizmatlari orqali, ishonch telefonlariga yoki zarur bo'lsa, huquqiy maslahat markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Muhimi, har bir bosqichda hujjatli iz qoldiring. Demak, 2026 yilda 65 yoshdan oshgan pensioner uchun eng muhim vazifa o'zini qaysi guruhga mansub ekanini bilish. Birinchi guruh ishlamaydigan oddiy yoshga doir pensionerlar. Ikkinchi guruh pensiya olib rasmiy ishlayotganlar. Uchinchi guruh pensiyasi kam, yashash sharoiti og'ir, qo'shimcha yordamga muhtojlar. To'rtinchi guruh nogironligi, boquvchisini yo'qotganlik holati, zararli mehnat staji yoki maxsus imtiyozi bor pensionerlar. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni bir joyga yig'ing, pensiya hisobingizni tekshirtiring. Ish stajingiz to'liq kiritilganmi aniqlang. Agar yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahallaga ariza bilan murojaat qiling. Eng muhimi, menga baribir hech narsa berilmaydi deb
o'zingizni chetga tortmang. Ko'p hollarda odam huquqi borligini bilmagani uchun yutqazadi. Izohlarda yozing, siz qaysi guruhga kirasiz? Pensiyangizni qayta hisoblatib ko'rganmisiz? Hujjat topshirishda qanday muammoga duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerning har oy oladigan pulini oshirishi yoki kerakli yordamni vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.